Kommentariyada juda ham ko'p negativlar paydo bo'lgan ekan akalar. Endi akalar e'tibor beringlar. Shunaqa to'g'ri joylarga olib kelib, motobloklarimizni sinab ko'rsatib beramiz. Shundan keyin agar negativ yozadigan bo'lsalaring, uyingizga olib borib 5 sotik yeringizni tekinga haydab beraman akalar. Juda ham qiziq bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, qadrli bizni kuzatuvchilar. Agroservis do'konida cheklanmagan miqdorda mini kultivatorlarimizdan yetib keldi akalar. Ko'pchilik akalarimiz biladi, bu mini kultivatorda Xitoyda juda ham reklamasi kuchayib ketgan va ayollar ham bemalol bitta qo'lda o'zida ishlatib ko'rsatib beryapti akalar. E'tibor beringlar. Og'irliklari ham общий komplektdagi og'irligi 30 kg bo'ladi. Bu degani ketmonni o'rniga yelkaga olsa dalaga ketaverasiz aka. Xo'p, bu kultivatsiya apparatlari bilan nima ishlar qilish mumkin? Yerlaringiz ichida kultivatsiya qilishda va undan tashqari agadlarda ulab yerlaringiz ichida agadlar olishni ishlatishingiz mumkin va undan ham tashqari agadlaringiz orasida ishlov berishda va 5 sotik, 10 sotik, 15 sotikgacha bo'lgan yer maydonlaringizni haydab agadini olib kultivatsiya qilishda ishlatishingiz mumkin. Endi 5 million, 6 millionga katta motobloklar sotib olish shart emas. 5 sotik, 10 sotikgacha bo'lgan joylari bor akalarimiz bemalol olib ishlatsalaring bo'ladi. Hozirda biz sizlarga bu motobloklarimizni ishlatib ko'rsatib beramiz. Sifati agar yoqadigan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarni sizlar aytgan joyda video qilib chiqarib beramiz akalar. Bo'lmasa ham akalar, videoni boshidan aytib o'tishimiz kerak. Ukam narxini oxirida emas, boshida aytib o'tgan degan akalarimiz uchun narxlari e'tibor beringlar. Katta kollektivda kelgan akalar. Narxlari 1 million 600 ming so'mdan 2 million 600 ming so'mgacha chiqadi. Sifati, motori, reduktoriga qarab narx-navolari o'zgaradi akalar. Undan tashqari pichoqlari ham har xil kollektivda kelgan. Shuning uchun sifatiga qarab narxi chiqadi. 1 million 600 ming so'mdan 2 million 600 ming so'mgacha chiqadi akalar. Xo'p, bo'lmasa akalar, videoni boshlaymiz. Hozir mana shu toshsiq yerga kirib, bitta sizlarga ishlash jarayonlarini qo'yib beramiz akalar. Boshladik bo'lmasa akalar, e'tibor beringlar. Bitta qo'lni o'zida ko'tarib dalaga olib turaverasiz. Xo'p, yurgizish joylariga kelib o'tadigan bo'lsa, yoqilg'i turi benzin bo'ladi akalar. Soatiga 300 gram, 400 gram nagruzka holatida, постоянный nagruzka holatida ishlaydigan bo'lsa, 500 gramgacha rasxod qiladi akalar. Xo'p, e'tibor beringlar, yurgizishlari ham akalar zavodni orqali e'tibor beringlar, chuqurliklarni bitta ko'rsatib beramiz. Chuqurliklari 25-30 cm gacha chuqurlikda haydaydi. Bu degani yerlaringiz ichida agarotlarga narsa ekmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz ham bemalol mana shu chuqurlikda ishlatishingiz mumkin. Hozir haydangan joyimizga endi bitta agatini olib ko'rsatib beraman. Undan keyin haydalmagan joyda bitta yurib, bir yo'la agatini olishni ko'rsatib beraman akalar. Tormozlarni olib qo'yamiz. Yurgizib olamiz aka. O'zi haydab kelgan yerida endi agatini olamiz.
ko'rib guvohi bo'ldilaring, ishlashiga gap bo'lishi mumkin emas. Haydalmagan joyda ham mana haydab bir yo'li agatini olib ketdi. Undan tashqari bir yo'li haydab turib, oldin birinchi haydab va agatini olgan joyimizni ham ko'rib baho berib bersizlar. Ishlashiga gap bo'lishi mumkin emas. Bunday motobloklarni faqatgina agroservis do'konlarida eng ishonchlilarini xarid qilib olishlaring mumkin. Ma'lumotlarni bitta tushuntirib o'tib ketamiz akalar. Vozdug'ning filtrlari mana shunday chang joylarda ishlaganda оборот pasaymasligi uchun tepaga qo'yilgan. Va undan tashqari yoqilg'i turi benzin soatiga 300 gram, 400 gram rasxod qiladi. Undan tashqari benzinga avtol aralashtiriladi, kartersiz bo'ladi bu motoblogimiz va undan tashqari yurgizish joylari yarimta tortqiga zavodni orqali zavodit oladi. Bu hozir sizlarga ko'rsatganimiz eng yaxshi ishonchlilari bo'ladi akalar. Sonlari cheklanmagan, pastda o'zimning nomerlarim, murojaat qilib bog'lanishlari mumkin. Narxlarni kelishtirib qilib beramiz. Agarda video manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, bitta laykni bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda bundan ham qiziq videolarni qo'yib boramiz akalar. Undan ham tashqari ko'pchilik akalarimiz telefon qilyapti. Bizda kredit, nasiya savdo va undan tashqari variant degan narsalar yo'q. Faqatgina naqd pulga eng arzon narxlarda Optim bazasidan xarid qilib olishlaring mumkin. Jonlaring sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha akalar.